Hürmetli vatandaşlarım, leksimiz devamlaştırımız. Mavzu mundaq. Prezident Trump'ның strategiya işleri boyunca məsləhətçisi Amerika Cungo Cənubi dənizdə uruşudu, dedi mavzulu xəbər. 2 ayının 1-ci günü Twitter betida e'lon qilindi. Xəbər mundaq başlandı. Cungo bilan Amerika Cənubi dənizdə uruşub qalamdı. Qandaq degan gap davomliq diqqat qilingan qiziq nuqtaga aylandı. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentining birinchi darajalik maslahatchisi Steve Bannon burun mundaq degan edi. Amerika kelgusi bir necha yilda Jungo bilan urush qiladi. Angliya Mustaqillik gazeti 2 ayning 1-chi kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Prezident Trumpning eng yaqin maslahatchisi mundaq dedi. Amerika kelgusi bir necha yil ichida Jungo bilan urush qiladi. Bannon 2016 yılı 3. ayda radyo muhbirinin ziyaretini kabul kılganda iki devlet Jungo Amerika Janubi dengizde uruşqa qarab mаңıdı. Biz kelgüsü 5-10 yıl içinde Janubi dengizde uruş qilamiz. Şundaq emasmi? Bu noktadan gumanlanışqa bolmaydı. Ular yani Jungoluklar aral yasawatıdı. Avammatki yasawatıdı. Arallarga raketa uğurlaştırdı. Biz aldığımızı qarab kelib biz aldığımızga qarab kelib bu qadimiy dengiz chegaralarımızdır davatıdır. Bizden yani Amerika'nın aldığa qarab kelib bu qadimiy dengiz chegaralarımızdır davatıdır. Janubning Sahari gazeti Shangangda nashr qilingan gazet xabar qilib mundaq ko'rsatdi. O'tgan hafta Jungo tarafning bir nafar yuqori darajalik amaldori Amerika bilan urush qilish bu şuar emas, belki reallik dedi deb ko'rsatdi. O'xshashda bu amaldor, harbiy amaldor Jungoni Sharqi dengiz va Janubiy dengizda harbiy o'rinlashtirish elib berishga chaqiriq qildi deb ko'rsatdi Janubning Sahari Shangangdagi gazet. Angliyaning Mustaqillik gazeti yana mundaq ko'rsatdi. Bannonning ko'z qarashiga jiddiy qarashimiz kerak. O'tgan haftaning oxirida Bannon Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat bexatarlik komitetining doimiy a'zoligiga tayinlandi. Bu komitetga odatda yuqori darajalik generallar tayinlanadi. Bannon 2008-yili qurilgan talash tartish ichidagi konservativ bir axborot to'rida xizmat qiladi. Burunida degan gap. Bannon bu axborot to'r betini boshqa bir xil o'ngchilarning sahnasi deb ta'riflagan. Janubiy dengiz masalasida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rakes Tillerson bu siyosiy arbobimiz yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasining tayinlash vazifaga tayinlash o'tkilidan o'tdi. Rasmiy davlat ishlar kotibi bo'lib xizmatga o'ltirdi hamda. Rakes Tillerson chaqiriq qilib Jungoning Janubiy dengizda orol yasashni to'xtatishni talab qilgan edi. New York vaqt gazeti faraz qilib mundaq ko'rsatgan. Agar bu chaqiriq Amerikada aloqador taraflarning siyosatiga aylanadigan bo'lsa, undaqda dunyoda ikki zo'r iqtisod gavdasi hisoblangan ikki cho'ng davlat Amerika bilan Jungo o'rtasida kriz paydo bo'ladi deb ko'rsatgan edi New York vaqt gazeti. Aqsarayning bayonotchisi Sen Spicer muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika Jungoning Janubiy dengiz orollarini ziyorat qilishini cheklamdi deb savol qo'yganda javob berib mundaq degan edi. Janubiy dengiz xalqaro suv yuzi va xalqaro faoliyat qiladigan so'rinning bir qismidir. Amerikaning shu yerdagi manfaatini kapolatga ega qiladi. Biz, ya'ni Amerika xalqaro territoriyani bir davlatning o'tkazib olmasligini kapolatga ega qilamiz. Ya'ni xalqaro territoriyani bir davlatning o'tkazib olishiga yo'l qo'ymaymiz da'vatida. Diqqat vatandoshlar. Muşdan qo'shimcha yana bir xabar. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Koreyaning sat sistemasi to'g'risidagi yangi bayonoti to'g'risida Jungo hozirgacha eng qattiq ogohlantirish berdi. Mavzuli xabar 2 ayning 1-chi kuni Twitter betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi.
Jungo hükümeti sat sistemisining Koreya kirishiga izchil qarshi turib kelayotganda, Koreya doiralari Amerika amaldorlari bilan suhbat o'tkazgandan keyin qo'l tutishib, har nimadan aymanmaydigan pozitsiyasini oshkorladi. Buning uchun Jungo hükümeti hozirgacha eng qattiq bo'lgan ogohlantirish berdi. Amerika ovozining 2-ayning 2-kundagi xabariga asoslanganda, Jungo hükümeti Koreya hükümetining Koreya davlat ishida Amerika Qo'shma Shtatlari ta'minlagan sat sistemasini o'rinlashtirishni cheklashga tirishchanlik ko'rsatdi. Iqtisod, madaniyat, sayohat qatorliq Koreyani cheklashga bo'ladigan sohalarda cheklashni kuchaytirib qolmasdan Jungo o'xshashda ogohlantirish berib, agar bu yil sat sistemasi Koreyaga kiradigan, Jungo bilan Koreyaning diplomatik munosabatiga ta'sir ko'rsatdi deb ko'rsatdi. Gerçi söz konkret bo'lmasa-mu, bu söz sat sistemasini Koreyaga o'rinlashtirishni cheklash uchun Koreya bilan diplomatik munosabatni o'zidigan qattiq pozitsiyasini, ya'ni Jungoning pozitsiyasini oshkorlab berdi. Amerikada yangi tayinlangan davlat mudofaa ministri James Mattis musha hafta Osiyoga ziyoratga kelib, sat sistemasini o'rinlashtirish to'g'risida ishlagan xizmatlari Jungoning qattiq inqos qaytarishni keltirib chiqarib, tashqari dunyo diqqat qiladigan qiziq temaga aylandi. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi tayinlangan davlat mudofaa ministri Jim Mattis Osiyoga keldi, Koreya rahbarlari bilan uchrashdi. Bu ish hozir dunyoda kishilarning qattiq diqqat e'tiborini qo'zg'adi. Jungo siyosat palla olimlari Jungo xalqaro masalalar tadqiqot instituti Amerika tadqiqoti bo'limining boshlig'i Jan Chun bunday hisobladi. Beijing sat sistemasi masalasida ikki nuqtada ansiraydi. Sat sistemasi o'rinlashtirganda ozodlik armiyaga strategik tahdid yetib keladi. Jan Chun yana bunday ko'rsatdi. Sat sistemasi Koreyani bir burilish sat sistemasini o'rinlashtirish Koreyani bir yurish harbiy qurol yaroq bilan ta'minlab qolmasdan amaliyotda rayon va butun yer shari bo'yicha Amerika bir qo'liga qalqon ilib, yana bir qo'liga qilich tutib o'ra turganda ko'rinadi deydi. Sat sistemasi atom qurollariga ega davlatlar o'rtasidagi tangpungliq munosabatini buzib o'tadi. Ya'ni bu demakki Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasidagi tangpungliq munosabatini buzib o'tadi. Jungoga tahdid soladi. Jungoning urush qilish iqtidoriga buzg'unchilik qiladi.